Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Bugun men sizlarga Arizo 8 gibrid modelini tanishtirib o'taman. Arizo 8 gibridimiz ikkita pozitsiyada bo'ladi. Narxi 345 millionga 365 million so'm. Bu ham tokda, ham benzinda harakatlanadi. Tokda o'zida 120 km yuradi. Ham tok, ham benzin aralashda 1400 km gacha harakatlanadi. Benzin rasxodi 3.9 4 litr. 100 kilometrga. Bunda 347 ta ot kuchi bor. 0 dan 100 gacha 7.3 sekundda harakatlanadi. Faralari ko'rib turganingizdek LED bo'ladi. Yana bitta plus tarafi, o'ng taraf pоворотni yoqib, o'ngga burilayotganingizda o'ng taraf qo'shimcha farasi yoritib beradi yo'lni. Chap taraf pоворотni yoqib, chapga burilayotganingizda chap taraf farasi qo'shimcha svet sifatida yonib beradi. Yo'lni yoritib beradi. Tashqari mashinamizda 360 kamera, tomida keng panoramli lyuk mavjud. Balon razmerlari 235 ga 45 R18 razmerda bo'ladi. O'zida yumshoq balonlarda orqa taraf qismimizni ko'rishingiz bo'ladi. Buni LED faralar, orqada parkovka datchiklari bor. Ko'rinmaydigan narsa bo'ladigan bo'lsa, yaqinlashsangiz signal beradi. Bagaj qismimiz ham ancha keng. Bemalol ko'rishingiz bo'ladi. Arizo 8 gibrid modelimiz salon qismini ko'rishingiz mumkin. O'zida беспроводной zaryadka, ikkita zonali klimat kontrol, splashnoy tablo monitor, hamma qulayliklari bor. Mashinamizni yurgizish uchun remen taqamiz. Tormoz bosadigan bo'lsak, mashina o'zi harakatlanadi. Hozir mana gibrid varianti tokda turibdi. Boshlang'ich zavod bo'lishi tokda zavod bo'ladi. Undan keyin gaz pedalini bosib turadigan bo'lsak, benzinda harakatlanadi. Benzinga o'tadi o'zi avtomat mashina. Bu yoqda o'zida беспроводной zaryadkasi bor. Skorost rechagimiz. Bu yoqda ikki xil rejim bor. Tokda va gibrid variantda yuradigan. Bunda monitor zvuklarini balandpast yoqib o'chirish, 360 kamera, multimedia upravleniyasi. Bu yoqda o'zida barida sovutgichi bor. Sideniyalarimiz, oldi qator sideniyalarimiz, orqa qatorlari isitadi. Sovutish sistemasi ikkita oldi sideniyada mavjud. Orqa sideniyalar faqat isitadi. Oldi sideniyalari ham isitadi, ham sovutadi. Panoramasini ko'rishingiz bo'ladi. Bu yoqda knopka yordamida ochiladi. Ancha keng. Pardasi ochildi. Endi yukini ochib ko'rsatamiz. Orqa qismini ko'rishingiz bo'ladi. O'tirganingizda bemalol o'tirasiz. Ancha keng. Oldi sideniyasi ancha orqaga yotgan holatda ham bu yoqda ancha keng masofa bor. Qo'lni qo'yib olib bemalol harakatlansangiz bo'ladi. Salon qismimizda orqada ham havo deflektorlari bor o'zini. Ikkita orqa sideniyani isitish funksiyasi. Mashinamiz salonlarida polni podsvetkalari bor. Har xil rangga o'zingizga yoqqan rangga qo'yib yoqsangiz bo'ladi. Bemalol. Bu tepada o'zining svetchalari. Arizo 8 modelimizni to'lov turlari naqd yoki bo'lmasam kreditga xarid qilsangiz bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun Gulistondagi Cherry avtosalonimizga tashrif buyuring yoki bo'lmasam quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling.